Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga ibratlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera. Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qiladigan kishilar uchun Allohning payg'ambarida go'zal namuna bordir deydi Alloh taolo. Kimlarga? Alloh va oxiratdan umidi borlar va Allohni ko'p zikr qiladiganlar uchun Allohning rasulida go'zal namuna bor. Fi degani bir idish, zarf ma'nosida keladi. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning butun vujudlari, borliqlari namuna. O zotning ko'zlari namuna. Hech qachon Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qarash mumkin bo'lmagan joyga nazar solmaganlar. Quloqlari namuna. O zot eshitish mumkin bo'lmagan so'zni eshitmaganlar. Ushlash mumkin bo'lmagan narsani ushlamaganlar. Qo'llari namuna, oyoqlari namuna, qalblari namuna, butun vujudlari hammaga namuna. Demak, biz o zotdan o'rnak olishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'zal xulq sohibi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va innaka la ala xuluqin azim. Albatta siz oliy janob xulq uzrasiz. Ya'niki buyuk xulq uzrasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlariga Allohning o'zi guvoh bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innama bu'istu li utammima makarimal axloq." Men oliy janob xulqlarni tugal qilish uchun yuborilganman deganlar.